ikkita video olyapsan-da. Meni kuzatish shartmi? Ama har o'tirganda ichkariga chiqarga qo'yaman. Har kim bilandir o'tirganda faqat обязательно olaman. Instagramga qo'ymasam, Qo'yaman. Lekin mana ushlamayapti. Moningizni olib berishmaysizmi? biz sumkam. Ha? Ay, juda problema bo'lib ketdi-ku. Voice. Ana bibishlar o'sha qiladigan bitta video bor edi. Tuxumlarni devorga otadi. Nima topsa devorga otib sindiraveradi. Shuni yomon ko'raman. Qirqib video yasagandi. Kim? O'sha. Dildorga yoqmadi. Kofesi yoqdi, ularga yoqmadi. U shunisi bilan shu-da. Bo'lmasa busiz ko'p обычный кофе. Men shu ko'rganimga bir qiziq bo'ldi. Doim bibish bir anaqa необычный narsalar yeb yurardi-da. Ko'rib havas qilardi. Nima bo'lsa Ben oldinlar bor-ku, naushniksiz yurmasdim. Aytmang. Qayerda yursam naushnik bilan yurardim. Men ham naushnik olishim kerak edi. Hozir naushnikda qolmagan o'tmadim. Boshim og'riydi. Yoshim Unaqa yeysizmi? Bibi shunaqa narsa yaxshi ko'radi. Mocha. Oldinda turibdi-ku, yashil, sariq, qizil. Shilimshiq narsani. Nima edi? Mocha. Mana bilan o'shani birga yerda bibish. Xamiri shilimshiq, ichida nimadir bor. Ichida mana tort ustiga ko'pikli tort bor-ku, o'shanga o'xshaydi. Ko'pikni ham ichida vareniyga o'xshagan narsasi bor. Men Dunozaga aytayotgandim, bir kun bolalarni uyga tashlab o'zimiz boraylik. Qayerga? Biroq kafegami, qop-qorong'i bir kichik bo'ladigan joy bo'lsin. Ne, kafelarda bor-ku, shunaqa sharoit qilib qo'ygan. Shunaqa joyga borib, shunday vizamizni dam oldirib kelaylik dedim. Erim qo'ymaydi dedim. Unda hammamiz boramiz. Biz emas. Restoranga oddiy restoran. Bunaqa banana degan muzika qo'yib qo'yadi-ku. Past qilib. Shunaqa joyga boradi. Men shunaqa zo'r joylar bilaman. Faqat unga borishga pul yetmaydi. Men unaqa joyga borgim keladi-da. Chet ellikka o'xshaydiganmi? Diskotekasi bor. Men unaqa joyga bordim. Tanstol. Yomon ko'raman mana shu. Menga kafenya bo'lsa, zo'r ovqat bo'lsa, shunaqa joyga borardik-da. Shunchaki yeb, ichib, misol qorin to'ydirib, keyin raqsga tushib, hammasi kollektiv edi-da. Zavq bo'lmoq keladi. Shunaqa joyga bordik. bibish borardi. O'zini ishchilari bilan birga. Kalyani bo'lsa, bibishda zo'r imkoniyat bor edi-da, faqat manerni sal ishlatsa bo'ldi-da. manerini 3 yil, 4 yil bitta joyda ishlasangiz, ketmay, nima qilmay, hamma narsani polni bilib olgan o'sha. O'sha yerda nima edi? Katta povur bo'lib qolsangiz bo'lardi-da. Bibish ishlatmadi. По-любому endi erga tegib ketdik-ku, endi aytaman-da. Qanday deb men narsa pishira olsam? Sen shuncha joyda ishlading, nima qilding? Pizza pishirmaganmisan? Pishirishda men вообще ishlamaganman. Bormaganman ham men pishirishga. Kofega bordim ham. Kofeni zo'r tayyorlayman. Ya endi unaqa ham qila olaman. Shaker bilan tayyorlaysan. Unaqa ham qila olaman.
Kofeni ham yaxshi qilaman. Ana ustida mana shunaqani ko'pirtirib qo'yadigan bor. O'sha mana shuni emasmi? Shunaqa bisht bilan qo'yib beradiganmi? Yo'q. Suti pastda turadi-da, yoki sutni ko'pirib tepasiga quyadimi yoki kofeni ko'pirtirib tepasiga quyib qo'yadi-ku. Haqmi? Ichida muzi bilan. Ha. No, cappuccino nima edi? Cappuccino. Ice cappuccinoda shunaqa bo'ladi. Eng osoni ice cappuccino yoki ice latte. Yoki ice americano. O'shanaqa chiqib ketadi. Ertaga o'shanaqa iching. Qaning bo'lmas ekan. Dinozga aytasiz, ice cappuccino ichim kelyapti deysiz. Как раз universitetda oldida bor shunaqa. Men o'zimga va'da berib kelayotgandim. Avtobusga kelganda 14 soat avtobusda o'tib keldik. Hayol surib keldimda, Almataga borsam, buni yeyman, bunisidan yeb ko'raman, unisidan esdan chiqib ketaman hammasi. Yozib olish kerak. Jeka donerdan yeyman deyapti. Jeka doner yo'q bo'lib ketganmi? Yo'q bo'lib ketdimi? Bormi? Bu yerda ham bor bo'lishi kerak payda. Yo, bu yerdagini yopib borgan. Yopmagan. Aytdi-da, u oldingida emas. Oldingida zo'r edi. Ichida nimalari bilan, chipslari bilan. Yo'q, bular bunaqa qiladi-da, bir nimaga xalqqa kirib olgancha zo'r qilib beradi. Undan keyin hozirlar populyar emasmi? Yo'q, populyarda haligacha ham. Ya birinchi chiqqanda shunaqa qilib beradi. Shunaqa zo'r qilib beradi, ichini to'ldirib beradi, katta bo'ladi shakli ham. Qani u yetsa kerak, pamyatni to'lib ketmasin. 40 ga pamyatim bor. Nega? U o'zini pamyati necha? 129. Meniki уже to'lganda. Men uzun video olamanda YouTube'ga joylab o'chirib tashlaymanda, chunki joyim bor. Bo'lmasam allaqachon. Keyin u YouTube'ga hamma nol ko'rilgan nol. Yo'q, uni kim hamma kirib ko'ra oladi-da. Bu odam kirib ko'ra oladi. Bu odam kirib ko'ra oladi. Lekin meni kanalim sizni videolaringiz nima bo'lib ketadi-ku? Prosmotr bo'lib ketadi. Shunaqa bo'lmaydi meniki. 0, 2 ta, 4 ta bo'lib turadi. O'shani zakrit profil qo'ysang bo'lmaydi. Zakrit qilsangiz, joylaganingizda nima aloqasi, nima foydasi bor? Men shu to'g'ri, yillar o'tadi-ku, yo'qotib qo'ygan taqdiringizda ham sizlab topa olish. Nima? Men ham rosa shuni o'yladim-da, rosa narsalarimiz ko'p-da bizda. Men shuncha keladigan жесткий disk oldik. O'shanga joyladik narsalarni. Undan ham yaxshi. Bu boyagina nima, dokumentlaringizni ichiga solib qo'ysangiz, nima qilasiz? Endi uni qachon misol kerak bo'lib qolsa, uni olib borib kompyuterga olib borib chiqartirib ishi ko'p-da. Undan men ham rosa o'yladim. Qayerga solib qo'ysam tursa, keyinchalik o'zim izlab topa oladigan bo'ldim. Telegramga ko'rsatdim. Qashlang barib pamyat olasan. Yo'q, Telegramda pamyat to'lmaydi. To'lmaydi. Men shunaqa qilib yurdim-ku. Ana eski telefonim bo'lganda men ham даже rasmlarimgacha Telegramga tashlab, rasmlarimni o'chirib tashladim. Keyin, короче, nimadir qilasan, keyinchda o'chirib tashlasangiz, keyinchda o'chirasan, keyin o'sha tashlaganlaring qachon kerak bo'lsa, kirib boshqatdan sketchup qilasan. Da, sketchup endi yaxshi-ku. WhatsAppdan qaraganda, WhatsAppdan o'chirib tashlasangiz, qaytadan sketchup qilamiz, bo'ldi, ketdi, yo'qoldi degan. Telegramda turaveradi. Men mana uni 128 da nimasi? Tez to'lib qoldi.